Hammaga yo'q do'stlar. Bugun sizlar bilan Nurik va bugun biz Articraft serverida 1 soatda qanday kuchash mumkinligini ko'rib o'tamiz. Bu men uchun 1 soat, sizlar uchun esa 13 daqiqa. Unday bo'lsa, videoni boshladik. Va mana biz soatlarni kiyib oldik. Bu kirganingizda o'zlari beradi. Xo'p do'stlar, men kuchashni maindan boshlamoqchi edim, lekin Warps main deganimda main 2 ko'rinib qoldi va unga bosganimda esa men qandaydir g'alati joyga bo'lib qoldim. Va shundan so'ng aylanib tentirab yurdim. Va shu yurgan joyimda qayerdan drop borligi esimga tushib qoldi. Va men o'sha drop tomonga asta-sekinlik bilan yo'l oldim. Yo'lda men juda ham qiynaldim, chunki men Java Minecraftda birinchi marta o'ynashim. Pashti hech narsaga tushunmasdan nimalardir qilib, aylanib sekin-astalik bilan o'sha dropga yetib oldim. Yo'lda yangi drop ham chiqib qoldi. Men u yerga bormoqchi edim, lekin borishga erindim. Keyin esa yo'ldan Frog degan quyon topib oldim. Uni o'ldirganimda esa menga urug' berishdi. Va men drop oldiga borganimda menga pul bera boshladi. Men buni drop deb o'ylagandim, lekin bu oddiy mayoq ekan va uni oldi tursangiz sizga pul yoziladi. Qancha bo'lsa shuncha ko'p. Keyin esa men shu yerga kirib olib, ko'proq pul ishlamoqchi bo'ldim. Va men pul ishlab turgan joyimda qayerdandir qo'lim qichib, shu yerga set home qo'ymoqchi bo'ldim. Lekin bu yerda set home qo'yib bo'lmas ekan. Va men keyin bu yoqqa balki urishib bo'lmas degan fikr bilan yaqinlashib ko'proq pul ishlamoqchi edim, lekin protektiv meni o'ldirib qo'yay dedi. Balki o'ldirdi ham. Va men shu ko'rinishda halok bo'lganimdan so'ng spawnga qaytib, magazindan u narsa olishga qaror qildim. Va men narsalarni qidirib ko'rib yurgan paytimda qayerdandir atiga 100 sent evaziga almazning patinga chiqib qoldi. Va men uni zudlik bilan sotib oldim, chunki bu ajoyib narsa edi. Atiga 100 sent evaziga almazning patinka. Va men yana nimalar bor ekan deb qarashni boshladim. Bu yerda juda ham ajoyib narsalar va arzon va qimmat narsalar edi. Lekin men o'zimga kerakli hech narsani topa olmadim, chunki menda atiga 50 k pul bor edi, lekin bu yerda esa juda ham qimmat narsalar edi. Va men taslim bo'lmasdan qidirishda davom etdim, lekin baribir hech narsa topa olmadim. Keyin esa men mayoqni oldiga bormoqchi bo'ldim. Va men yo'lga otlandim. Yo'lda esa uchiga tentirab, bu narsalar qilib, zerikmasdan eson-omon yetib oldim. Va men tentirab yetayotgan joyimda bu yerga set home qo'yib bo'ladimi yo'qmi shunday tushunmoqchi bo'ldim. Lekin baribir qo'ya olmadim, chunki hech narsani bilmayman. Va men million urinishdan so'ng set home qo'ya oldim. Va shundan so'ng men yana mayoqqa yo'l otlandim. Yo'lda esa quyonlarni ko'rdim va mayoqqa yetib borganimda esa u yerda hech narsa yo'q edi. Va men spawnga qaytib keldim va mainga bordim. Mainda esa bir nechta axlatlarni topib oldim. Va shundan so'ng main qilmoqchi edim, lekin umuman shaxtadan hech narsa qolmagan ekan. Aniqroq qolgan, lekin foydali narsa yo'q edi. Lekin men baribir main qilishim kerak edi, chunki menga resurslar kerak edi. Va men tezroq baza qurishim ham kerak. Va men ozroq narsa kavladim va maindan shunchaki chiqib ketdim. Va men ozroq main qilgandan keyin menga ovqat kerakligini tushunib yetdim va ovqat qidirishni boshladim. Lekin hech qayerdan ovqat topa olmadim. Keyin esa oddiy o'yinchi kitini qarab ko'rishga qaror qildim. Lekin u kit bu serverda yo'q ekan. Kitlardan ham qarab topa olmadim. So'ngra men ovqat haqida nima qilishni juda ko'p o'yladim. Va men Warp PvP'ga borib, ovqatni birovlardan so'rashga qaror qildim, lekin birov bermagandan so'ng shunchaki nima qilib bo'lsa ham baza qurishga qaror qildim. Va men yertaga kirib, baza qurishni boshladim. Va men pastga qarab kovlashni davom etdim.
va shu joyida kavlashni o'tganimdan so'ng bazaga set homiy qo'ydim va shundan so'ng epik kadr ola boshladim, xuddi artefaktga o'xshab. Lekin men unday qila olmadim, chunki men unaqa montaj usulini bilmayman. Va ba'zan o'zim kerakli joyga taqilgandan so'ng men spavnga otlandim. Spavndan ozroq kerakli narsalarni uyog'i qilib oldim va varpga borishga qaror qildim. PvPga borganimning sababi bu yerda loot ko'p bo'ladi, chunki PvP chase va o'yinchilar bir-birini o'ldirganda kerakmas narsalarni tashlab yuboradi va bu kimlargadir kerak bo'ladi. Va shundan so'ng men o'yinchidan ovqat so'ragandim, lekin u ko'rmadi menimcha, balki ko'rgandir, lekin ovqat bermadi baribir. Keyin esa men uzoq kutgankim keldi va bu mana o'yinchi o'yindan chiqib ketganligi uchun jazo tariqasida o'ldirildi, chunki bu zonada chiqib ketish mumkin emas. Shundan so'ng uni lootini men oldim va full almas brand bo'ldim. Keyin esa o'yinchining lootidagi ovqatdan qorinni qappaytirdim. Va shundan so'ng brandlarni ko'rib oldim, qanaqa sehrlar va narsalar. Va men u yerda juda ham zo'r artefaktni topib oldim. Va kerakli narsalarni yig'ib olgandan so'ng men bazaga qaytdim, chunki uni to'g'irlash kerak edi. Va bazaga qaytsam, hamma joy ajoyib va g'aroyib rudalar bilan to'la edi va men xursand bo'lgandim. Lekin bu oddiygina bug ekan. Va bu narsalar xafa ham bo'ldim, lekin bu narsalar xursand ham bo'ldim, chunki men bu narsalarni ko'rmay qolishim mumkin emas edi. Va shundan so'ng men bazaga fakel, verstak va mayda-chuyda narsalarni qo'yib qo'ydim. Va shundan so'ng verstak qo'yib pechga yasamoqchi edim, lekin juda ham qiynaldim, chunki bu kompyuterdan anchagina qiyin ekan, analog kompyuter versiyada. Va men bu versiyada birinchi marta o'ynashim boya aytganimdek. Va shundan so'ng pechka va sandiqni qo'ydim. Sandiqni analog inventarimni bo'shatdim va VarpVga xayrlashish uchun yo'l oldim. Shu bilan do'stlar, bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Boshida 13 daqiqa deb adashgan ekanman, atigi 8 daqiqa 28 soniya. Nima deb o'ylaysizlar? Bu video qiziqarli bo'ldimi yoki yo'q? Bu fikringizni izohlarda qoldiring. Va nima deb o'ylaysizlar? Yana shunday videolar olaymi yoki kerak emasmi yoki boshqa yo'nalishga o'tamizmi? Unday bo'lsa do'stlarim, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Nurik bo'ldi.